Adenoid kasalligini operatsiyasiz, og'riqsiz va mutlaqo xavfsiz davolash imkoniyati mavjud. Shuhrat aka, internetda mana bu doktor adenoidni operatsiyasiz qanaqadir metodika bilan davolayman deyaptilar. Bunga nima deysiz? Shunaqa usul bormi? Noto'g'ri narsa bu. Xo'ja darajasida isbotlanmagan, aniqlanmagan, ya'ni amalda qo'llash mumkin bo'lmagan narsalar u. Hurmatli yurtdoshlar, farzandinglarni adenoid operatsiyasi, adenoidni davolab beradigan insonlarga hammasi ishonish kerak emas. Siz ishonib olib borayotgan adenoidni operatsiyasiz hujayra darajasida yo'q qilaman degan insonlarni, shifokorlarni avvalambor aniqlash kerak. Pediatrmi, lormi, endokrinologmi va rostdan medikmi, qayerdadir o'qiganmi, ma'lumoti bormi, diplomi bormi? Har qayerda uni bilan davolaymiz, bu bilan davolaymiz degan insonlarga o'zi farzandinglarni topshirib qo'ymanglar. Adenoidni faqat lor shifokorlariga ishonish kerak. Ular ko'rish kerak, diagnostikasini ular yaxshi biladi. Operatsiyadan oldingi, keyingi videolarini hammasini ko'rsatish kerak. Nechinchi daraja adenoid, bormi yo'qmi? Operatsiyadan keyingi holati qanaqa? Adenoid so'zi oddiy gaplar aytgani oson, lekin butun boshli anatomiya, butun boshli klinika, butun boshli kasallik jarayoni, uni to'liq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Endokrinologga kasal davolayman, lorga ham kasal davolayman, 18 ta mutaxassisni hujayra davolashda davolayman degan hamma insonlarga ham o'z farzandingizni ishonib topshirishdan avvalambor ozgina o'ylab ko'ring. Agar u narsa amalda qo'llangan bo'lganda, Yevropada, Amerikada bizdan salkam 30 yil oldinda yuradigan davlatlar shu usulga o'tgan bo'lardi, misol uchun-da. O'sha shifokorga keladigan bo'lsak, na qo'lida endoskopi bor, na lor sohasida tushunadigan inson masalanda. Agar men ilmiy tilda gapiradigan bo'lsam, hujayra darajasida adenoid yo'q qiladigan bo'lsa, adenoidning o'rnini, ya'ni adenoid vazifasini bajaradigan boshqa organlar ham bor. Tayna murtaklari bor, til ildizi murtaki bor, nay murtaklari bor. Aynan og'iz, burun halqumida 6 ta shunaqa murtak bor. Bular vazifasi tashqi muhitdan kiradigan changlarga, infeksiyaga, viruslarga qarshi, bakteriyalarga qarshi immunitet shakllantiradigan narsaning birinchi qadam bu, ya'ni kirish darvozasi. Hammasi yo'q ketish kerak. Hujayra darajasida adenoid yo'q qilamanda, ular hamma tuzilishi bir xil. Bitta hujayradan tashkil topadi. Bir xil histologik hujayralar. Agar u adenoidni so'ritilaman, adenoid yo'q qilaman degan bo'lsa, qolganlari ham so'rilib ketish kerak. Bu bir. Agar rostdan ham ta'sir qiladigan bo'lsa, qolgan 6 tasi ham yo'q bo'ladi. Bizning immunitet pashti 0 bo'ladi. Xo'p, agar isbotlangan bo'lganda, bir nechta videoda rasmni qo'yardi. Mana operatsiyadan oldingi holat, operatsiyadan keyingi holat. To'g'ri, har xil odam bor. Men operatsiya qildirmayman, borib ko'raylik. 5 ta, 7 ta degan qanaqa seanslar chiqib ketgan, misol uchun ko'ramiz-ku. Olib boradi. Insoniyatda bolalarda o'zini immuniteti, o'zini tashqi muhitga moslashishi ham bor. Shu moslash jarayonida adenoid 3-daraja bo'ladigan bo'lsa 2 ga, 2 bo'lsa 1 ga qaytishi mumkin. U degan yo'q bo'ldi degani emas, u bu davolan degani emas u. U tegi bilan olinmasa, по-любому nafas olish qiyinligi, shomolligini kattalashishi va quloq asorat beradi. Undan keyin lecheniyadan keyin mana 3-daraja bo'lgan ekan, sizda darajasi 0 bo'libdi. Ko'rsatib bersin, пожалуйста. Unaqa rezultat yo'q. Bo'lganda biz nafaqat biz Amerikada rivojlangan davlatlarda aynan adenoidni sheverda, kabulatorda traditsion usulda olmagan bo'lardik, qiynamagan bo'lardik. Misol uchun, o'zim 3 ta farzandim bor, 3 tasini operatsiya qilganman. Agar shu usullarning borligini isbotlangan bilgandim, men qilmagan bo'lardim. Misol uchun, mana o'sha Yevropaga borib qildirib kelgan bo'lardim. Agar rostdan isbotlangan bo'lsa, shuning uchun bu men uchun afsona, mif bu.